Bismillahirrahmanirrahim. Anamning xati. Abdori anam. Uzundan beri vatan bilan hech aloqa yo'q ichim siqilib yuratdim. Bugun tuyuqsiz eshik oldiga pochtakash akilib qo'ygan bir eshikni ko'rdim. Qarasam vatandan kelibdi. Shunchalik xush bo'ldim. Uyga akirib ayolim bolarim bilan ochdik. Hammaylanga birdan doppa, kanoy ko'ynak, yog'och qo'shiq va yog'och beshik qatorliqlardan boshqa uyimizning to'riga esiqliq buvamning bir chapani bo'ladigan shumi turadi. O chapanni elib silashtirib turib ketdim. Qo'limga bir narsa urilgandek qoldi. Qarasam, astirning ichiga tiqilgan bir parcha xat ekan. Astirni so'kib xatni oldim. Xat mundaq yozilgan ekan. Assalomu alaykum o'g'lim. Uzundan beri sen bilan aloqa qilamadim. İmkoniyat bo'lmadi. Aychang ining va dadangni Xitoylar tutqun qildi. Men 7 navaram bilan qoldim. Bu xaltini ishkirda o'qiydigan hadangni qizar qiliq sana avatdim. Bu yerdagi datlarni aytsam bir roman chiqadi. Shuni qisqartay. O'zing qandaroq turibsan? Bolalaring, ayoling yaxshimi? Xizmatlaring yaxshi ketib boramdi? Men seni Ündudardagi do'stlar chambarkiga chiqargan Jungoni maqtaydigan, Xitoy kommunistlarini madhiylaydigan, o'zing g'arib davlat fuqarosi turib qizil bayroqqa intildigan narsalaringni ko'rib, erkin dunyoda erkin yashayolmay yurganingdan o'kindim. Balki bizga xavf yetishini o'ylab shunday qilgan bo'lishing mumkin. Lekin bu qiliqlaringni mening ko'nglim ko'tarmadi. Biz uncha ojiz inson pushta emas bolam. Sana avatgan buvangning chapini esingdimi? Buvangni o'z vaqtida Xitoy kommunistlari pomchik deb urib tombalab, yushirib qo'ygan oltinlaringni chiqar deb oylarcha qiynab ixro qildira olmay shehid qilayotgan. Shu chaqda uçsizdan mush chapan batdi. Buvang bosh agimigashga, keyin dadang shu oltin kumushlar bilan savdo qilib, o'rnidan turib sizlarni oliy bilim yurtida o'qishga, isil yashashga muyassar qilgan. Sizlarni jumladan sening chet elda o'qib shu yerda qilib uy o'choqliq bo'lishingga shu buvangning qaysirona irodasining natijasi bor. Sen necha yilning oldida kelganingda vizalish uchun Xitoy konsuliga qancha qatam qatirab yolvurganingni deganda yurakim shunchalik ezilgan. Sen kelmasang hech gap emas. Erdek yaşa, buvangdek yaşap öl. Biz seni chet elga erkin yaşasın deb rozilik bilan chiqargan. Boshqalardan anglsam oddiy bir namoyishlarga chiqolmaydi ekansan. Bizga zulm sistem qilgan Xitoyga bir qarshilikmi qilolmasang, sen ermi? Sen dadang buvangning pushtimi? Gapni uzatmay balam. Nadil yaşasang erdek yaşa. Mas'uliyatchan bo'l. Oilangga emas, xalqingga ham vataningga. Vataning boshqalar tarafidan oyoq osti qilinsa, sen o mengu boshqalarning oyog'ida o'milaysan. Bolalaring ham shu. Bizni o'ylama. Biz qaysarlik bilan yashayapmiz. Sen hargiz bichora bo'lib bo'yningni qisib qolma. Haras. Xo'shimiz O'sanjonning qizi Amina bog'u sening savoqdishing. Sana miroq qiz. Ota-onasini tutib ketib, u qizni Xitoyga tegishga majburlaganda u qiz ma'qul deb tekkan. Butun mahaldagilar hayron qolgan-to'q. Lekin to'y kechisi u Xitoyning qonini soqol olg'ushning tig'i bilan kesib o'ltiribdi. Butun mahalla u qizdan faxrlandi. O qizni tutib manganda texi vaqirab, biz sen Xitoylarni mushundoq o'ltirib tugitamiz, biz qo'rqmaymiz dedi. Bir hafta o'tib, mahalla do'qmushida gaza purchoq sotadigan Osman kam uyiga tuqqan bo'lib kirib olgan ikki Xitoydan bishiga ketman bilan urib o'ltirib qo'ydi. Hozir tuqqan bo'lib kelgan Xitoylar o'ylaydi, billi yetish emas, ayrim uyda yetib kechada talog'imi chiqolmay dasqa tarat qilib uyni purtivatdi. Demak, sening xalqing qahramon, sening xalqing o'lmaydi. Sen bir bilimlik ziyoli, sen bilimingni vatan ozodligi, xalq erkinligi uchun ishlatgan. Bo'lmasa bergan sutimga men rozi emas. İnsan hamon o'ladi. Gap shu o'limning ahamiyatida. Men sening onang oddiy bir boshlang'ich maktab adabiyot o'qituvchisi. Lekin men hozir texmi qaysar bo'ldim. Men o'qitgan o'quvchilarimning ko'pinchisi Xitoyga qarshi shahid bo'ldi yoki turmada. Ular xalq oqqan suvda oqdi. Senmi oilang shu suvda oqqay. Alloh hammalarni vatan ozodligiga to'kib qo'shishga nasib qilg'ay, amin. Bizni o'ylama. Vatanni o'yla. Erdek yaşa. Xitoyning eng cho'ng dushmani bo'l. Turmaga kirsam o sendan faxrlanib yashay. Ruhingni tushirma. Xatimni o'qib yig'labmi yurma. Ruhi yo'q inson u bir jasad. Vatan millat ruhi yo'q inson u jasadmi betar. Xayr, Allohga omonat. Men uchun nevaralarimni so'yib qo'y.
Kelin qizimga cho'nqir salmim yetkizgin. Allohga emanet.